Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkentgacha zamonaviy avtobuslarda ketishni istayotgan yurtdoshlarimizga yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilamiz. Xizmatlar arzon, qulay va ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ushbu telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin. Qozog'iston chegara xizmat xodimlari o'tkazish punktini chetlab o'tib, chegarani buzib kirgan 3 nafar rossiyalikni qo'lga oldi deb xabar bermoqda mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Qonunbuzarlar o'z xatti-harakatlarini Rossiya hududida o'tkazilayotgan qisman safarbarlikdan bosh tortmoqchi bo'lgani bilan izohladi, deyiladi xabarda. Hodisa 25-sentyabr kuni Qo'stanoy viloyati bo'yicha chegara xizmati departamentiga qarashli uchastkada yuz bergan. 3 rossiyalik so'roq qilinganidan keyin o'z mamlakatiga topshiriladi. Muassasa eslatishicha, ayni paytda chegarani qo'riqlash bo'linmalari va o'tkazish punktlari Qozog'iston chegara xavfsizligini ta'minlash uchun kuchaytirilgan rejimda ishlamoqda. Shundan keyin Rossiyaning Gruziya, Finlandiya, Mo'g'uliston bilan chegaralarida tirbandliklar yuzaga kelgani haqida ma'lum qilindi. Aviakompaniyalari esa Istanbul, Yerevan, Bakuga to'g'ridan-to'g'ri reyslar uchun chiptalarni sotib tugatdi. Qozog'iston Davlat daromadlari qo'mitasi ma'lum qilishicha, 21-sentyabrdan buyon Rossiyadan yengil avtomobillar oqimi 20% ga o'sgan. Eng ko'p gavjumliklar Aqto'be, Atiravu, G'arbiy Qozog'iston va Qo'stanoy viloyatlarida kuzatilgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati 23-sentyabr kuni respublikaga kirib kelayotgan rossiyaliklar soni o'sgani haqida xabar bergan va vaziyat alohida nazorat ostiga olinganini ma'lum qilgan edi. Yevrokomissiya vakili safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarni o'z hududida kiritish-kiritmaslik qarori har bir davlatning o'ziga havola etilishini aytgandi. Rossiyada armiyaga chaqiriladigan odamlar soni ko'rsatilgan band safarbarlik haqidagi farmonda maxfiylashtirib qo'yilgan. Novaya gazeta Yevropa nashri xabariga ko'ra, ushbu bandda 1 million kishi armiyaga chaqirilishi haqida aytiladi. Meduzaning federal vazirliklardan biriga yaqin manbasiga aytib berishicha, armiyaga 1 million 200 ming kishini chaqirish rejalashtirilmoqda. Rossiyada chegarachilar fuqarolarga mamlakatdan chiqishni taqiqlay boshladi. Rossiyadagi Agora huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Pavel Chikov ma'lum qilishicha, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rossiyaliklarga mamlakatdan chiqishni taqiqlashni boshlagan. Chikov Qozog'iston bilan chegarada Kurgan viloyatidagi chegara punktida va Saratov viloyatidagi chegara punktida chegarachilar tomonidan berilgan 2 ta rad javobi suratlarini ilova qildi. Ikkala hujjatda ham bu odamlarga harbiy komissariyatlar qarori asosida Rossiyadan chiqib ketishga ruxsat berilmagani aytilgan. Pagran Kontrol Telegram kanali obunachilaridan kamida 5 kishi ham Rossiya Qozog'iston chegarasi orqali chiqib ketishga ruxsat berilmagani haqida ma'lum qildi. 21-sentyabr kuni safarbarlik boshlanganidan keyin Rossiyaning ba'zi qo'shni mamlakatlar bilan chegaralarida navbatlar yuzaga keldi. Shundan keyin Gruziya va Qozog'iston bilan chegaralarda ayrim odamlarga Rossiyadan chiqib ketish taqiqlangani haqida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'ldi. Dastlab Rossiya hududlaridagi harbiy komissarlar safarbarlik bo'yicha armiyaga chaqirilishi kerak bo'lgan odamlarga o'z shahri yoki tumanini tark etishni taqiqlagandi. Biroq 23-sentyabrga kelib ularning buyruqlarida Rossiyadan chiqib ketishga nisbatan taqiqlar paydo bo'ldi. Meduza manbalari ma'lum qilishicha, DNR, LNR va Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlaridagi bosib olingan hududlarda referendum tugaganidan keyin safarbarlik yoshidagi erkaklarga Rossiyadan chiqib ketish taqiqlanishi kutilmoqda. Taqiq 28-sentyabr kuni kiritilishi mumkin. Farzandlaringizni o'limga yubormaslik uchun kurashing. Zelenskiy Dog'istondagi safarbarlikka qarshi namoyishlar haqida gapirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25-sentyabr kuni Dog'istonda safarbarlikka qarshi bo'lib o'tgan norozilik namoyishlariga rus tilida fikr bildirdi. U urushning 214-kuni yakunlari bo'yicha murojaatining bir qismini shunga bag'ishladi. Ko'rib turibmiz, odamlar, xususan Dog'istondagilar o'z hayoti uchun kurasha boshladi. Ko'ryapmiz, ular bu masala o'z hayoti bilan bog'liqligini tushuna boshladi. Nega ularning erlari, ukalari, o'g'illari bu urushda halok bo'lishi kerak? Faqat bir odam xohlayotgan urushda, xalqimizga, yurtimizga qarshi urushda. Axir u o'z bolalarini urushga yubormayapti-ku. Farzandlaringizni o'limga yubormaslik uchun kurashing.
Chunki farzandlarimizning jonini olishga kelsangiz, ota sifatida aytamanki, sizni tirik qoldirmaymiz, dedi Zelenskiy. Ukraina rahbari rossiyaliklarni safarbarlikka bo'ysunmaslikka, harbiy xizmatdan qochishga yoki birinchi imkoniyatda Ukrainaga taslim bo'lishga yana bir bor chaqirdi. 25-sentyabr kuni Dog'istonning Xasavyurt tumanidagi Enderey qishlog'i aholisi safarbarlikka qarshi norozilik bildirib, Xasavyurt Maxachqal'a federal avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan. Politsiya havoga o'q uzgan holda namoyishchilarni tarqatib yuborishga harakat qilgan. Avvalroq Yoqutistonda ayollar safarbarlikka qarshi namoyishga chiqqan edi. Rossiyada safarbar etilgan fuqaro harbiy komissariyatda otishma sodir etib, komissarni yaraladi. Rossiyaning Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahar harbiy komissariyatida safarbarlikka chaqirilgan mahalliy fuqaro otishma sodir etdi. Bu haqda Baza Telegram kanali xabar bermoqda. Harbiy komissar og'ir yaralangan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, hozir hammamiz uyga ketamiz deya 25 yoshli Zinin Ruslan harbiy komissar Aleksandr Yeliseyevga qarata o'q uzgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, Zinin bugun 26-sentyabr kuni safarbar etilishi kerak bo'lgan. Uning harbiy komissariyatga qanday qilib qurol bilan kirib kelgani hozircha tushunarsiz, deyiladi xabarda. Harbiy komissar Yeliseyev ayni paytda shifoxonaga yotqizilgan. Eronda 10 kundan beri davom etayotgan namoyishlarda kamida 41 kishi halok bo'ldi. Ko'plab shaharlarda, jumladan Tehronda xavfsizlik kuchlari olomonga qarata o't ochdi. Tehron politsiyasi turar joy binolari derazalariga o'q uzdi. Rasht shahrida esa guvohlar va ijtimoiy tarmoqlardagi videolarga ko'ra, kvartiralarga ko'zni yoshartiruvchi gaz o'rnatilgan portlatkichlar uloqtirilgan. Mamlakatda 2009-yildan beri hukumatga qarshi eng yirik namoyishlar 16-sentyabr kuni 22 yoshli Mahsa Aminiyning o'limidan keyin boshlangan edi. Qiz hijobni noto'g'ri o'ragani uchun axloq politsiyasi tomonidan hibsga olingan. So'ng politsiya uchastkasidan kasalxonaga olib ketilgan va u yerda vafot etgan. 24-sentyabr kuni namoyishlar Eronning 80 ta shahriga tarqaldi. Eron prezidenti Ibrohim Raisi buyrug'i bilan ayollarga qarshi qaratilgan repressiyaga javoban, ayniqsa yosh eronliklar orasida bir necha oydan beri chuqur norozilik kayfiyati va g'azab kuchaymoqda. Namoyishchilar, shuningdek, korrupsiya, iqtisodiy jihatdan noto'g'ri boshqaruv va dissidentlarga qarshi yillar davomida olib borilayotgan tazyiqlarga qarshi chiqmoqda. Mahalliy xavfsizlik kuchlari bir necha kun davom etgan shiddatli to'qnashuvlardan so'ng orqaga chekingach, mamlakatning g'arbiy chegarasi yaqinidagi kichik, asosan kurdlar istiqomat qiladigan Oshnaviye shahri namoyishchilar tomonidan egallab olindi. Aholi shaharga kiraverishda to'siqlar o'rnatilgan. Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlagan Eron prezidenti Raisi 23-sentyabr kuni Tehron aeroportida qilgan chiqishida hukumat hech bir sharoitda mamlakat va jamiyat xavfsizligining tahdid ostida qolishiga yo'l qo'ymasligini aytdi.